Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadis sharifda Rasul hikma taqvalloh dedilar. Har bir yaxshilikni boshi, hikmatni boshi Alloh taologa taqvo qilishlikdir deya marhamat qilganlar. Haqiqatan ham Qur'oni Karimda muhtaram jamoatlarimiz ittaqulloh vattaqulloh ya ayyuhallazina amanu ittaqulloh mana shunga o'xshagan Allohga taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar degan juda ham ko'plab oyat karimalar Qur'oni Karimda nozil qilingan. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, taqvo so'zi Qur'oni Karimda har xil siyg'alarda muttaqun, muttaqin, ittaqulloha, at-taqva ya'ni taqvo so'zi 43 marotaba Qur'oni Karimda har xil oyatlar, suralarda 43 joyda har xil siyg'a bilan, lekin bitta ma'no bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga nozil qilingan. Taqvo nima degani? Taqvo degani saqlanish degani. Asli arablarda o'nqir-cho'nqir, tikonzor, chakalayzor yo'llardan oyog'iga tikonni kirgizmasdan, aziyat yetkazmasdan chap berib saqlanib yo'lida harakat qilib yurgan odamga taqvo deyilar ekan. Asli taqvo so'zini kelib chiqishligi Abu Hurayra roziyallohu anhudan mana shu savol so'ralganda mana shu javobni aytgan ekanlar sahoba ikrom. Endi buni shar'iy istilohi bor. Alloh subhanahu va taologa o'sha zohirida ham, tashida ham, botini ichida ham, jamoat ichida ham, xilvatda yolg'iz qolganda ham odam Robbim meni ya'ni kuzatib turibdi. Mani har bir so'zim, amalimni kiroman kotibinlar yozib boryaptilar degan e'tiqodda, ya'ni taqvo qilib saqlanishlik ekan.